BBC'nin 2020 yillik dunyoga ta'sir ko'rsatgan 100 ayol tizimligida bir Uyg'ur yer oldi. Dunyoviy media organi BBC dunyoning har qaysi joylaridan tanlangan ta'siri kuchli 100 ayolning tizimligini e'lon qildi. Bu 100 ayol bu davolg'ish ichida o'zgarishga yetakchilik qiladigan va o'zgarish paydo qiladiganlarni gavdalantiradi. Bu tizimlikka Uyg'ur yozuvchisi va ona til o'qituvchisi Muyassar Xandon kirgizilgan. BBC'ning to'r betida Muyassar Xandon mundaq tasvirlangan. Muyassar Abdullahatning taxallusi Xandon bo'lib, u meditsina o'rganish bilan birga shoir va yozuvchi sifatida nom chiqarishga boshlagan. U ommaviy sog'lomlik kasbida magistrlik unvonini tamomlaganda yoziqchilikqa otlanishni qaror qilgan. 2013-yili Turkiyada o'ltiraqlashgandan keyin muhojiratga Uyg'ur tili va ma'rifni ilgari surishga beg'ishlangan Oyxon ma'rifini qurgan. U hozir Istanbulda yashaydi. Xandonning eng yangi asari va tunji romani Xayri Xo'sh Quyosh Uyg'ur rayonidagi tutib turish lagerlariga markazlashgan tunji uzun sahifalik asar hisoblanadi. Katolik dunyosining eng oliy diniy rahbari bo'lgan Papa Fransansis Xitoy hukumatini ayblash mazmunida so'z qilishdan o'zini tortib kelgan edi. Reuters agentligining xabarida aytilishicha, Pop Fransansis tunji bo'lib Uyg'urlarning ziyonkashlikka uchrayotganligini ta'kidlagan. U o'zining mushoyabda nashrdan chiqqan kitobida Rohingya musulmonlari, Uyg'urlar va Yazidlar eng ko'p ziyonkashlikka uchrayotgan insonlardir degan. Pop gerçi Uyg'urlar haqida bekmo tafsiliy to'xtalmagan bo'lsa-mu, uning rasmiy holda Uyg'urlar masalasini tilga olganligi g'arb dunyosida zo'r ta'sir qo'zg'agan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Jolijan bu haqda darhol inkos qaytarib, Pop Fransansisning Uyg'urlar ziyonkashlikka uchrayotidi deyishi butunlay asossiz hukm. Uyg'urlar boshqa millatlarga o'xshashlar barliq haqlardan to'liq bahramand bo'lgan holda baxtiyor turmush kechirayotidi degan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo natsist urush jinoyatchilari ustidan ichilgan Nuremberg sotining 75 yillik xotirakunida Uyg'ur masalasini alohida tilga oldi va Xitoy kompartiyasining Uyg'urlarga qaratgan bostirishlarga qarshi so'zlashni davom qiladiganligini bildirdi. Bu haqda fikr yurgizgan analizchilar buning Xitoy kompartiyasining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoyatlarning hamon bir kuni javobgarlikka tortiladiganligidan derak beradiganligini bildirishdi. İkinci Dünya urushi oyoqlashib bir necha oydan keyin, ya'ni 1945-yili 20 noyabr Amerika, Angliya, Fransiya va sobiq Sovetlar ittifoqining hamkorligida xalqaro harbiy sud ochilib, tirik qo'lga tushirilgan natsistlar rahbarlari, jazo lagerlari qorovillari, doktorlar va savdo sanoatchilarini o'z ichiga olgan javobgarlar urush jinoyati, tinchlikka qarshi jinoyat va insoniyatga qarshi jinoyatlar bilan sudga tortildi. Sud Germaniyaning Nuremberg shahrida ichilgan bo'lg'achqa dunyo tarixida Nuremberg sudi deb ataladi. Tarixiy ahamiyatga ega mazkur sud ichilganligining 75 yilligini xotirlash munosabati bilan so'z qilgan Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo natsistlarning urush jinoyatlari, zo'r qirg'inchiligi va jazo lagerlarida o'tkazgan vahshiyligini hargizmi unutib qolg'ili bo'lmaydiganligini aytdi. Mike Pompeo'ning nutqida alohida diqqat chekadigan bir nuqta bo'lsa, insoniy qadr-qimmatga qarshi navbatdagi hujumlar qatorida Sharqi Turkistonda davom qilayotgan bostirishlarni tilga olish edi. Xəvərlər qaraganda Amerika prezidenti Donald Tramp Amerikaning prezidenti bo'lib saylangan Joe Biden gruppasining kundalik istikhbarat doklatiğائېرىشىشىنى tasdiqlagan. Aqsaray amaldori Amerika matbuotlariga qilgan so'zida Trampning davlatning yangi prezidenti Baydinning o'mikining kundalik axborot dokladini topshirib olish uchun zarur bo'lgan tasdiqni berganligini, tunji doklad berish yig'inining to'nogin o'tkazilganligini aytdi. Donald Trampning bu qadamini jamoat fikri Tramp saylam natijasini qabul qilishga bir qadam yaqinlashdi deb sharhladi. Xitay Ayşarىدىن ئەۋرىشكە to'plashni planlagan Chang'e 5 ئالەم كېمىسىنى ئالەم boshliqqa qo'yib berdi. Xabar qilinishicha, Chang'e 5 uzun yo'l Y5 raketasi bilan Vangchangdagi olам qatnashi markazidan qo'yib berilgan bo'lib, Ayshariga yetib berishiga 3 kun vaqt ketadigan. Amerika olам qatnashi idorasining xabariga qaraganda, Chang'e 5ning asosliq vazifasi Oy yuzini qo'llash va 2 kilogramm əvrishkini yer shariga elib kelish ekan.